Ushbu saunamiz faoliyatini yangi boshladi. O'ta ham did bilan ta'mirlab qo'yilgan. Hozir birgalikda obzor qilib ko'rib chiqamiz. Bu saunamiz binosiga kirish qismi. Bu yerda barlari bor. Alohida bu yerda o'tirib ovqatlansanglar ham bo'ladi. Demak, kirganimizda birinchi chap tomonga xonamiz. Bu sanuzl qismi. Bu yer yechinish xonasi. Demak, saunamiz ichiga kiramiz. O'ta ham issiq ekan. Bu umumiy dushovoy. Baseyni bor hamda mana bu yerda parxonamiz 100% o'tinda isitiladi ekan. Hamda 100 gradusgacha chiqadi issiqligi deyapti. Bunaqa va'da beryapti. Sizlarda alohida bir kishilik xonalar bilan tanishtiramiz. Sizlarga saunamizning fishkasini ko'rsataman. Bu yerda oilaviy yoki 2-3 kishilik kelganlar foydalansa bo'ladi. E'tibor berasizlar, oilaviy keladiganlar faqatgina zaksi bilan qo'yiladi. Muhim jihatlarni sizlar tanishtiraman. Muhim jihati bu saunamizda ayollar uchun ham saunalari alohida, yo'lagi ham alohida, erkaklar uchun ham xuddi shunaqa yo'lagi ham, saunasi ham alohida. Ertaman soat 6 dan kechki soat 11 gacha lokatsiyasi Asaka tumani Ahtachi Optim Badrin bozoridan 500 metr kirilganda, qo'shimcha hamda batafsil ma'lumotlar uchun raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.